Qirg'izistonlik bu bola o'zbek bayislari va Nursulton Ro'zboyev haqida keskin tanqid gaplarini gapirdi. Ey, sportsmenler, sizlar sportsmenlersinglar be, bilet qiz tekesinglar be. Bir-biringizga video tashlaysinglar. Bu qirg'izistonlik bolaning aytishicha, o'zbek jangchilari bir-biriga vizit tashlab, o'zlarining obro'sini to'kayotganmi va Rahmonali Mirzayev haqida ham ozgina gapirib o'tdi. Ey, Rahmon alakatchi. Basib o'tgan yo'ldichi, sizlar basib o'ta olmaysinglar. Sizlar shunday yar ekensinglar, duxavist ekensinglar. Bilam, o'sha sportsmenlarni o'zinglar mashina podat etmaysinglar, o'zinglar kreditga olib bermaysinglar, bu duxmar jetpesi. Rahmon alakan nahvoy. Videoda aytib o'tadi. Chestni o'g'lay biladi, 200'ni bo'lbog'lan nahvoy. 200'ni jana ko'ra olmasatan 5'ni ko'rmoqdisin, 5'ni jitinda chittib ayt degan. Rahmon aka videoda aytib o'tadi. 2 oylig'ini men to'layman dedi. 3-ayda boyga tushganingda o'tsang mashina mening atıma podarka deb. Boy bo'lmay qoldi, bo'ldi, dagoy buzildi, значит kreditni to'lash kerak sportsmenga. Menda paxta qo'yish, saxta qo'yish desa, yo'q, men qirg'izman da. Al bratan Rahmon aka, menga bir tiyin foydasi yo'q, men ağa foydam yo'q da. Men qalin qator aytam bilan, chestni o'g'lama. Rahmon akaning qilayotgan ishi turi 100% turima. Sen Guralbasты qilbog'la. Bak Sanjay repingler aytgan reperinglerchi. Bizde o'zbeklarda birlik yo'q deb, biriksenger qayri. Boshqa mamlakatlarga ulguli bo'lsanglar, sizlar ko'r bizda so'z. Bu bola Nursulton Ro'zboyev haqida ham ko'kda turmaydigan gaplarni gapirdi. Uning aytishicha, Nursulton Ro'zboyev ham 200limachi ekan. Qatori Nursulton bilan biladi. Sen shunday yar ekansin naqoy. O'zini asılbaysan bratanın, o'zini asılbaysan. Rahmon aka, zачем qatını asılıp, zачем семьясын asıltasın? Sen bizde paynatalı adam kelsin bo'ptin. Sen paynata men bilan жүрбөйсүң sen. По система жүрбөйсүң sen. Men de жүрбөйм. Бирок мен билем бирөөнүн семьясына асылбашчы. Мен бирөөнүн семьясына асылбайм нахуй. Менде бирөөдө өчүм барбы? Мен ошол адам менен сүйлөшөм нахуй. Семьясына асылбайм билет. Dalboyepsиңби сен, мозга билет. Bu bolaning kurakda turmaydigan gaplarini Nursulton Ro'zboyev eshitdi va unga shunday video обращение qilib chiqardi. Agar bu videomizni qizlar tomosha qilayotgan bo'lsa, eshitmasin. Qaytaraman, qizlar umuman eshitmasin. Yana bir jol aytyapman. Ulutning yomoni olmaydi, odamning yomoni oladi deyapman. Hozir jomon odamlarni aytib beraman men. Maga o'sha sizlar ishengan bratanlar, Nursulton bratanlar ответ berdi. Mына жерде o'q qila. Tiki, dalboyo'q, it, haromi. Dalboyo'q, malboyo'q gaping dadangga aytasan. Isqirt. Sen kimsan biladi? Yo'q, buni vrot bilib buni ishlarga aralashasan. Gandon. Ey, dalboyo'q, to'g'ri qilyapsan. Kreditga o'tsa to'g'ri qilyaptimi? Oxirigacha tushunmagansan sen. Qayerdan kelib qayerdan aralashyapsan? Dalboyo'q. Keyin efirda men kim aytdi? Rahmonalini qo'shganimni kim aytdi senga? Dalboyo'q. Gapirganimni eshitdingmi? Yo, biror odamning ismini aytdimmi men? Dalboyo'q, Rahmonalini kim aytdi? Dalboyo'q. Yo, biror odamning ismini qo'shibmanmi men? To'nka sal eshitgan. Bekorga seni kallang yaxshilamaydi, do'ldirsan. Anqo, agar Rahmonalini otini qo'shgan bo'lganimda gapirsang bo'lardi. Otdiki. Sen kimsan o'zi? Yalangoyoq, kimsan ey? It. Kimsan ey? Isqirt. Dalboyo'q, o'zing nima deyapsan sen? Yo, buni vrot bila. Dalboyo'q, hozircha kutib tursang nima bo'lishini ko'rasan. Dalboyo'q, kutib tursang, bo'ldi, kreditlar yopildi, boshqa mashinalar oldi. Dalboyo'q. Sen kimsan o'zi? Yalangoyoq. Sen shu Qirg'izistonda bo'ladigan ishlarga aralasha, O'zbekistonda ishlarga aralashma sen, Dalboyo'q. Otdiki. Basharingga qo'yam seni. Menga gapirish senga emas, it. Tushundingmi? Menga gapirish senga emas, it. Bu bolaning Nursulton Ro'zboyevda shaxsiy adovati bor shekilli. Nega desangiz, u bilan gaplashgan videolarni omma e'tiboriga olib chiqdi. Shaxsiy adovatni internet tarmog'ida emas, uni holi joyda hal qiladi. Bu bolaning chiqargan videosi qanchalik to'g'ri keladi? O'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Ha, yana bir gapni aytishim kerak. O'zbekistondagi bo'layotgan ishlarga chet davlatdagilar aralashishga umuman haqqi yo'q. Bu ishlarni o'zimiz o'zaro hal qila olamiz. Hayp uchun, aktiv ko'tarish uchun bir inson yomonlik qilish shart emas. Butun o'zbek xalqi Nursulton Ro'zboyevni qanday inson ekanligini yaxshi biladi. Bunday qilib insonlarga yomon ko'rsatish umuman kerak emas. Do'stlar, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu bolaning qilgan ishi to'g'rimi yoki noto'g'rimi? O'z fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Albağım. Mujisingmi? Aytdingmi? Aytılgan söz atılgan o'q deydi. Ölüp baratsang dağı çınlıkta aytı ölgün. Baş kesmek var, til kesmek yok.